Assalomu alaykum qarindoshlar. Men Sharq Turkistondan keyin Qo'l shahridan bo'laman. Ismim Muhammad Abdez. Men shu zolimchini Xitoy ustidan guvohlik bermoqchi. Men yaqinda shu bir ma'lumot oldim. Qarindoshlarimdan va do'st birodarlarim ustidan guvohlik bermoqchi. Birinchi bizningki kuyovimiz Abdurashid Shamshiddin Tekes nailesidan lagerga so'langan. İkincisi Şamışkanlar Abdez Zemden valisi lagerga so'langan. Üçüncüsü Akam Turk Muhammed Abdez lagerga so'langan. Ayali Ayşegül Ahad lagerga so'langan. Ondan keyin inim Sabirjon Abdez lagerga so'langan. Ondan keyin singlim Marhaba qizi Zübeyde 15 yaşlık kızı lagerga so'langan. Ondan endi men anlagan mahalladagi do'stlarim shu birodarlarimdan guvohlik berman. Birinchisi mahallamizning imomi Hakimjon lagerga so'langan 11 yillik kesilgan. Ondan Tavakkul Turdi, Abbas Turdi, Emremci Turdi bir aile kişileri biz bildik Allah. Ondan başka yakınlarımdan Mümin Abu Bekri, Abditip Abdülhakim, Hibul Zerib, Kurban Ahtem, yanındaki koşumuzun kızı Turgancan Ahtem'nin kızı 15 yaşlı kızı Mahire. Bu kızlarını yağlıktan degan bana bilen şu lagerga solib etilgan. Şu anla kalırız. Onun başka yana Nurulgun Meldi'den bir yaş dalı Kamil deydi. İsmini bilgenlerini şu guvohlik berib qo'ygan.